Diadema yasashga qiziqadigan qizlar qani sizlar? Yaqinroq kelinglar, bu video darslik aynan sizlar uchun. Bizga kerak bo'ladi omburlar, temir keli, kant, 0,5 sariq sim, metrajniy ko'z, Swarovski tosh, osnova, sariq obotok. Birinchi o'rinda obodokka temir kelidan yaxshilab surtib chiqamiz. Nima uchun? Chunki osnovalari yaxshi qotib, diademamiz mustahkam chiqishi uchun furnitura do'konlaridan topsanglar bo'ladi. Diadema uchun kerakli bo'lgan jihozlar, osnovalar hammasi sotiladi. Bemalol topishingiz mumkin. Men sizlar uchun qo'ldan kelgancha har xil sho'layotganlar, diademalar, obodoklarni, video darsliklarni chiqarishga harakat qilaman. Kanalimga obuna bo'lib, meni kuzatib borsanglar bo'ldi. Endi obodokni ozgina qochishini kutamiz. Agar shu holatda osnovani yopishtiradigan bo'lsak, osnovalar tushib ketadi. Mana obodokni ham yaxshilab quritib oldik. Endi osnovalarni yaxshilab yopishtirib chiqamiz va ustidan bosib turamiz. Yaxshi qotib o'rnashi uchun keyingi tomonini ham xuddi shunday qilib yaxshilab yopishtirib ustidan bosib chiqamiz. Agar siz diadema jo'letkalar yasashga qiziqsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Men bu video darslikni diadema jo'letkalar, obodoklar yasashga qiziqadigan qizlar uchun tayyorladim. Siz ham bemalol bu obodokni yasay olasiz, qo'lingizdan keladi. Bu hunarni o'rganib, albatta Xudo xohlasa daromadga chiqishingiz mumkin. Men ham o'z biznesimni shu kabi diademalar yasashdan boshlaganman. To'g'risini aytsam, boshida juda ham qo'rqaman. Oddiylarni yasab, qiyinlarini yasolmasam-chi, eplolmasam-chi, meni qo'limdan kelmasa-chi, qandoq qilib bularni sotaman deb ko'p o'yladim, Allohga tavakkal qildim va oxiri epladim. Mana ko'rib turganingizdek diadema osnovalari yaxshi qotdi. Endi yanada diademani mustahkam qilish uchun 0,5 sariq simdan foydalanamiz. Sariq simni boshida obodokka yaxshilab o'rab, ozgina qismini o'rab chiqamiz. Men 4 yil Namangan davlat universitetida o'qidim, lekin o'zimni yo'nalishim bo'yicha ishlamadim. Shu hunarni sevdim, juda ham qiziqdim va shu hunar orqasidan daromadga chiqdim. Diademamiz yanada mustahkam chiqishi uchun obodokka osnovani sim orqali yaxshilab o'rab, qotirib chiqamiz. Agar simni 2 martada aylantirib chiqsanglar, diademalaring juda ham mustahkam chiqadi. Albatta, sifat birinchi o'rinda. Endi esa osnovani o'rta qismiga kledan yaxshilab surtib chiqamiz va metrajniy ko'zlarni yopishtirib olamiz. Osnovani o'rtasiga metrajniy ko'zlarimizni bir tekisda joylashtirib chiqamiz va ustidan bosib chiqamiz yaxshi qotishi uchun. Furnitura do'konlarida osnovalarni juda ham turlari ko'p. Siz o'zingiz ideya qilib, har xil osnovalardan foydalangan holda osnovali diadema yasashingiz mumkin. Endi esa osnova barglariga birin-ketin kledan yaxshilab surtib olamiz. Sizlarga maslahatim qizlar, kleni ko'proq surtinglar. Nimaga? Chunki toshlari yaxshi qotadi, hech qayerga tushib ketmaydi. Endi esa shu bargchalarni oxirigacha kleni yaxshilab surtib chiqamiz va qotishini kutamiz. Endi esa birma-bir Swarovski ko'zlarini yopishtirib chiqamiz. Sizlarga maslahatim qizlarjonlar, Swarovski toza ko'zlardan ishlatinglar. Bu esa mahsulotingiz sifatini yanada oshirishga yordam beradi. Hech qachon prosta ko'zlardan, toshlardan foydalanmanglar qizlar, chunki mahsulotingiz sifatliligini buzadi. Qizlarjonlar, zerikib qolmadinglarmi? Endi ozgina qo'shiq eshitamiz. Gülüm seni bilib bilmay goh ranjitib qo'ydimmi? Qordek oppoq yuragingni yolg'iz tashlab qo'ydimmi? Mana qo'shiqni ham eshitib oldik. Endi diademani ichki qismiga kledan yaxshilab surtib olib, kant yopishtirishni boshlaymiz. Diademani ichki qismidagi kant ham mahsulot sifatini yanada oshirishga yordam beradi. Oxirgi ishimiz diadema ichki qismini kantlab oldik. Ikkala uchini ham mana diadema tayyor. Video darslik foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.